Xippiga yana ichirib olasizlar, suv ichirib olasizlar. Mana nima qilib qoldi? Mana suv ichirdinglar. Endi buni qilib turasizlar. Bu o'zi 0 qilib mana o'lchavyapti, ko'ryapsizlar? Suvni agar nimadir sifra chiqarsa, demak bu o'zi ishlamayotgan bo'ladi. Endi hozir 10 minut o'tgandan keyin HP reagentga o'tib, HP reagent ichirasizlar. Keyin HP образецga kalibrovать to'g'rimi bu hozir? Bitta qilib hammasiga ichirib chiqasizlar. HP reagent bu холостой proba reagent. Reagentni o'zi. HP образец degani bu холостой proba образец, sivirtkani o'zi. Undan keyin proba degani bu boyagi reaktiv bilan sivirtkani qo'shilib 10 minut inkubatsiya bo'lgandan keyingi образец. Tushunarli? Mana shunaqa qilib bitta qilib ichirib chiqasizlar. Agar Dildor opanglar HP образецga minus qilgan bo'lsa, HP образец so'ramang. HP reagent so'raydi, shu bilan probani so'raydi. Yoki bo'lmasam kalibrovatga o'tib standart tayyorladinglar. Ana o'sha kalibrovatga o'tib, boyagi HP reagent ichiladi, keyin kalibrovatga o'tib ichirilib, shu bilan keyin bu kalibrovka bo'ladi. Endi o'sha kalibrovka qilinganni yana bitta standart tayyorlab olib, probaga o'tib ichirilsa, o'shanda ham 5,5 chiqsa apparat ishlayotgan. Lekin, masalan, ba'zida bo'ladi, chunki bunga sifra kiritilgan-ku 5,5 deb. Standart ishlamay tursa ham, standart 10 bo'lsa ham bu 5,5 ko'rsatishi mumkin. Shuning uchun probaga o'tilib yana bitta ichiladi. Agar o'shanda 5,5 bo'lsa, demak to'g'ri ishlayapti, bu to'g'ri kalibrovka bo'ldi degani. Keyinchalik ishlayotganingizda standart shundoq reaktivga solib proba qilib ichirib 5,5 bo'lsa, demak sizlar reaktivingiz ham ishlayapti, apparatingiz ham ishlayotgan bo'ladi.